Har bir erkak otasidan hali kech bo'lmasdan so'rash kerak bo'lgan eng muhim 7 ta savol. Birinchi savol: dada, siz mendan eng kuchli faxrlangan paytingiz qachon bo'lgan? Ikkinchi savol: hayotda qaysi darsni qiyin yo'l bilan o'rgangansiz? Uchinchisi: men dunyoga kelayotganimni birinchi marta eshitganingizda hayolingizdan nimalar o'tgan? Bu juda ham kuchli savol. To'rtinchisi: o'zingizni qaysi jihatlaringiz menda ko'rasiz? Beshinchisi: men kulib ulg'ayishim uchun siz ichingizda qaysi og'riqlarni yashirib yurdingiz? Oltinchi juda ham kuchli savol. Faqat bir kunni qayta yashay olsak, dada, siz qaysi kunni tanlardingiz? Va oxirgi savol: menga doim aytmoqchi bo'lib, lekin hech qachon ayta olmagan birorta gapingiz bormi? Chunki ba'zan eng muhim so'zlar siz so'ramaguningizcha aytish qiyin bo'lgan so'zlardir. Bir kun kelib sizda faqat shu savollar qoladi. Shuning uchun ularni hoziroq so'rang va butun qalbingiz bilan tinglang. Va dadangizning gaplarini hech qachon unutmang. Chunki bu so'zlar sizni butun hayotingizni o'zgartirib yuborishi mumkin.